Ha, keldingizmi? Assalomu alaykum. Ha, qalaysan Komil, yaxshimisan? Mana kinoni qarang. Juda ta'sir ishlaganing. Agar mana shuni uyda televizorda ko'rsangchi, ko'zimdan yosh chiqib ketadi. Men telefonda hozircha ta'sir qilmayapti, lekin zo'r ishlab qo'ygan. Oke, ta'sir qiladi. Telefonni almashtirish kerak. Tuzukroq yangi telefon oling, qani? Ha, endi Raso bo'lib ketibdi. cho'ntakka yarashadi endi. Mana telefonimni ko'ring, oke? 100 mingga oldirdim, oke? Chotki mana qarang. 100 mingga? Ha, ekranlari tiniq. Wow! Etbet ishlamaydimi buni? Ya, oke, hamma joyi ishlaydi. Qishqa sinmagan-ku bu. But-butun. Kamera qanaqa? Voy, vo. Bu tirik ko'rsatyapti hamma narsani. Dahshat-ku. Ha, shuni 100 mingga oldirdim. Menga qara, men bir 50 mingmi qo'shaylik, mashina menga sotib qo'ya qol bo'lmasa. Ay yo'q, u zo'rg'a 100 ming berib oldirdim-ku. Hojatxonaga tushib ketuvdi. Qo'y. O'sha bittasi odam yollab 100 ming bersang olib beraman dedi. Ben hojatxonadan 100 mingga oldim do'stim. Ben bir magazinni olibsanmidim meni. Ba'bir qarang aka. Yo'q, qo'ygana. Ha, bu yaxshi, ko'rdim. Ya odamlar ya hayronsan. Ba'bir qarang aka. Nima bo'ladi qarang. Ha, yaxshi. Hidi ham chiqyapti-ku bu. Videoni hidi-da bu. Ha, yaxshi ekan. Voy, ba'birsini ko'ring aka. Ha, voy, ja qiziq bu. Voy, tavba qildi. Ha, qochib ketishgan. Juda zo'r ekan. Oh no! Ha, endi bemalol tuzatib olganda bir $100 mi, $200 tuzatib olasan deb bemalol ko'rasan. Jonga tegib ketding-ku, ko'rgan narsalarimni burnimni oldiga olib kelib, hidini chiqarib, ko'rsatib olasan. Bor, bir gaplashib o'tiramanmi deb kelganda. Nima qilgansiz aka?